O'zbekiston. Demak, bir ovozdan kun tartibini tasdiqlab oldik. Ko'riladigan birinchi masalamiz demak, zarur rahmonqulishim zarur vafot etish texnologiya takomillashtirush to'g'risidagi 06/01/08 o'zining qishloq doktori doktor Said himoyasida ilmiy rahbar Bobomurodov nazariga ishtirok etyapti. Birinchi rasmiy avayl Emir Abduvali professor zalda ishtirok etyapti. Ikkinchi rasmiy avayl Sudya yolg'onlar qishloq xo'jaligi doktori professor qatnashyapti. İkinci rasmanlarımız Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Mumirmiş, qishloq xo'jaligi doktori professor. Bular Cumhurbaşkanı qatnashadi. Yetakchi tashkilot Don va Turkiyadagi kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Boshlasak bo'ladimi? Kun tartibidan bo'ldimi, ulandimi? Juda ulanishim kerak bo'lsa, kun muammo bo'ladi. Bo'ldimi, ulandimi? Demak, talabgorlar hujjatlar bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kotib Qurbonov rahbarligiga jo'natdik. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Demak, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan mustaqil izlanuvchi Boboqulov davlat tayin qilishning avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiyatlarini tanishtirib Boboqulov davlat tayin qiluvchi 1987 yil 26 yanvarda Samarqand viloyati Narpay tumanida ishchi oilasida tug'ilgan. 2006 yildan 2010 yilgacha Samarqand qishloq xo'jaligi institutining kasb ta'limi agronomiya bakalavriat ta'minlashini tahsil olgan. 2010-2012 yillarda Samarqand qishloq xo'jaligi institutining o'smirchilik mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2012 yildan 2017 yilgacha Samarqand qishloq xo'jaligi instituti kasb ta'limi va o'qitish metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi. 2017 yildan 2008 yilgacha Samarqand qishloq xo'jaligi instituti kasb ta'limi va o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri. 2018 yildan 2020 yilgacha Samarqand veterinariya meditsinasi instituti gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport kafedrasi katta o'qituvchisi. 2020 yildan 2021 yilgacha Samarqand veterinariya meditsinasi instituti yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi boshlig'i. 2021 yildan 2022 yilgacha Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali o'simlikshunoslik va meva-sabzavotlik kafedrasi katta o'qituvchisi. 2022 yildan 2023 yilgacha Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti o'simlikshunoslik va meva-sabzavotlik kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchi. 2024 yildan hozirgi kungacha Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti o'simlikshunoslik kafedrasi dotsenti lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya 2020 yil 28 oktyabrda himoya qilgan, 2024 yilda dotsent unvonini olgan. Oilali 3 nafar farzandi bor. Mustaqil tadqiqotchi Boboqulov dissertatsiya ishi, fan doktor dissertatsiya ishi birinchi marta himoyaga taqdim etilmoqda. Dissertant Zarif Boboqulovich Boboqulovning ilmiy kengashga topshirgan hujjatlar yig'ma-jildida quyidagilar mavjud. Ilmiy kengash nomiga ariza, o'zi to'g'risidagi ma'lumotnoma bilan birga oliy o'quv yurtining tamomlagani haqidagi diplom nusxalari, ilmiy daraja va ilmiy unvon to'g'risidagi diplom nusxalari, ilmiy natijalarning amaliyotga joriy etilish to'g'risidagi ma'lumotnomalar, aprobatsiya davlatnomalari mavjud. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligi bilim va innovatsiyalar milliy markazining 2025 yil 9-iyuldagi 05/05/04 371 sonli ma'lumotnomasida taqdim etilgan.
Mavaqul zarba qilishning shaxsiy hujjatlar yig'ma-jildlarida oid talabalar barcha talab qilingan hujjatlar keltirilgan. Dissertatsiya va bo'yicha 25 ta ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy nashrlarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 13 ta maqola, jumladan 11tasi respublika va 2tasi xorijiy ilmiy jurnallarda. Shuningdek, 2ta tavsiyanoma nashr etilgan. Shuningdek, hujjatlar yig'ma-jildida Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutining o'simlikshunoslik kafedrasining demak 2025-yil 11-iyuldagi kengaytirilgan navbatdan tashqari yig'ilish majlisi bayonoti mavjud va ushbu dastlabki himoyada taqlidchilar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Alisher Mahmudmurodov hamda qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Elmurod Murdaqul tomonidan berilgan ijobiy taqlidlar mavjud. Shuningdek, kafedralar yig'ilishi dissertatsiyani keyingi bosqichga tavsiya etgan. Ilmiy kengash tizimida faoliyat o'tkazgan ilmiy seminarning 2025-yil 7-oktyabr 7 yig'ilish bayonida mavjud va taqlidchilar Toshkent davlat agrar universiteti o'simlikshunoslik moliyaviy kafedrasi professori qishloq xo'jaligi fanlari doktori Xudoquljonbek Bozorovich, Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va texnologiya instituti professori qishloq xo'jaligi fanlari doktori Sultonova Zulfiya Sultonovna hamda Don va dukkanliklar tadqiqot instituti direktori qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Sidiq Ravshan Umidjonovlar tomonidan berilgan ijobiy taqlid mavjud. Ilmiy seminar demak asosiy himoyaga tavsiya etgan. Shuningdek, hujjatlar yig'ma-jildida dissertantning ilmiy maslahatchisi, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Pirnazar Hotamovich O'rmizayevning ijobiy taqrizi hamda dissertatsiya va avtografining elektron varianti, ilmiy kengash faoliyat ko'rsatayotgan universitetimizning demak rasmiy veb-saytiga joylashtirilganligi hamda avtografining O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi qoshidagi Ziyonli axborot ta'lim tarmog'i portaliga kiritilganligi, dissertatsiya himoyasi haqidagi e'lon matni Respublika Milliy axborot agentligi demak o'z veb-saytida chop etilganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Yuqorida qayd etilgan barcha hujjatlarda dissertatsiya ishi himoya uchun tavsiya etilgan. Ushbu hujjatlarda bildirilgan fikr va xulosalar dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy daraja berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga to'liq mos kelishi bayon etilgan. Shuningdek, bu himoya jarayoni universitetning rasmiy YouTube tarmog'ida jonli efirda o'tilmoqda. E'tiborlaringizga rahmat. Rahmat. Kimda bir hujjatlar bo'yicha savollar bor? Tushunarliga hujjatlar hammasi qonun doirasida qabul qilingan, rasmiylashtirilgan. Chunki respublikada qabul qilganmiz va asosiy mavzu ochib qo'yilgan. Demak, so'zni dissertantiyaga beramiz. Sizga 40 minutgacha vaqt ajratiladi. Shu vaqt ichida dissertatsiyadan mazmunidan ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, so'zlar hamda qatnashchilar. Avvalambor bugungi O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i kuni bilan tabriklayman. Davlatimiz daxlligimiz abadiy bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Sizlarga sog'lik salomat tilayman. Endi bugun men Zarafshon vodiy sharoitida no'xat navlarini yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya taqdimotini havola etaman. Ruxsatlar bilan. Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda no'xat dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida 14.1 million gektar boylangan kelib, yiliga 16.5 million tonna yalpi don hosili yetishtirilmoqda. Dunyo aholisining no'xat doniga bo'lgan talabini to'liq qondirish maqsadida no'xat ekini maydoni so'nggi 5 yilda 16.2 ming foizga kengayib 15 million gektarga yetkazilgan. No'xat yetishtirishda yetakchi davlatlar Hindiston jahonda yetishtirayotgan yalpi donning 75%, Avstraliya 5.5%, Efiopiya 3%, Turkiya 3%, Myanma 2%, Rossiya 2% va qolgan 8.5%ni boshqa mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Xalqaro oziq-ovqat mahsulotlar, xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining soni ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini oshishiga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ya'ni dunyoda millionlab insonlar to'yib ovqatlanmayapti. Shuning uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, chorvachilik to'yini oziqqa bo'lgan ehtiyojni qondirish va tuproq unumdorligini saqlash maqsadida to'g'riladigan balandlikor yerlarda no'xat
yetishtirishda ilmiy asoslangan hosildorlikni oshiruvchi va don sifatini yaxshilovchi tejovkor texnologiyalar ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Dunyoning turli yetakchi mamlakatlar ilmiy tadqiqot markazlarida global iqlim o'zgarish davrida aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash uchun ekologik toza mahsulotlar yetishtirish, oqsil taqchilligi muammosini hal etishda niqobning ekstremal sharoitlarga hamda kasallik va zararkunandalarga chidamli yangi navlarni yaratish, ularning mintaqalar kesimida yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish, ya'ni takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada no'xat ekindan yuqori va sifatli hosil yetishtirishni ta'minlaydigan innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish bugunga qaratilgan tadqiqotning o'sha oldiga muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, respublikamizda 2024-yilda 62.158 gektar maydonga no'xat ekilib, 61.745 tonna don yetishtirildi va o'rtacha don hosildorligi 9.8 sentrga teng bo'ldi. Demak, asosiy don hosildorligining pastligi asosiy sabablardan biri no'xat o'stirilayotgan mintaqalarning tuproq iqlim sharoitlari, yangi navlarning geologik xususiyatlarini inobatga olmasdan ilmiy asoslangan yetishtirish agrotexnologiyasi ishlab chiqilmaganligidir. Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan chiqarayotgan farmonlar, qarorlar, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidagi chiqarayotgan o'sha qaror va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy hujjatlar belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Tadqiqotning maqsadi etib Zarafshon vodiysining sug'oriladigan va lamkor yerlar sharoitida no'xat navlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda maqbul agrotexnologik tadbirlarni ishlab chiqish hamda ishlab chiqarishga tavsiya berishdan iborat. Demak, tadqiqotimiz oldiga ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tadqiqot oldiga quyidagi vazifalar belgiladi. Birinchi, Zarafshon vodiysining sug'oriladigan yerlar sharoitlarida ekish muddatlari, sistemalari, inokulyantlar, sug'orish tartibi va mineral o'g'it me'yorlarining no'xat navlari daloluvchanligi va tur soni saqlash darajasiga ta'sirini aniqlash, ekish muddatlari va sistemalari, inokulyantlar, sug'orish tartibi va mineral o'g'it me'yorlarini no'xat navlari o'sishi, rivojlanishi, hosil strukturasi elementlariga ta'sirini aniqlash, ekish muddati va sxemalarining no'xat navlarining ildiz tizimining rivojlanish va simbiotik faoliyatiga ta'sirini aniqlash, keyingisi no'xat navlarining fotosintetik faoliyatini ekish muddatlari, sxemalari va qo'llanilgan inokulyantlarga bog'liqligini aniqlash, ekish muddatlari, sxemalari, inokulyantlar sug'orish tartibi va mineral o'g'it me'yorlarining no'xatni don hosildorligi va uning sifatiga ta'sirini aniqlash, turli sug'orish tartiblarida suv iste'mol ko'rsatkichlarini aniqlash, Zarafshon vodiysining lamkor qirg'inchilik mintaqasida ekish muddatlari va sxemalarini no'xat navlari o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi va sifatiga ta'sirini aniqlash va sug'oriladigan va lamkor yerlar sharoitida no'xat navlarini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash va mahsulotlarni ishlab chiqarishga tavsiya etishdan iborat. Demak, tadqiqotning obyektiv sifatida Zarafshon vodiysining sug'oriladigan osh tuzli va o'tloq tuproqlari, lamkorlikning qirg'inchilik mintaqasi tipik tuproqlari, inokulyantlar, rezavit aks, rezaler, plantikanot, mineral o'g'itlar me'yorlari, no'xatning jumrat, polvon, malxodira va nasr navlari olingan. Tadqiqotning predmeti bo'lib, ekish muddatlari va sxemalari, sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar, inokulyantlar hamda ularning o'zaro ta'siri, lamkorlikning qirg'inchilik mintaqasida ekish muddati va sxemasi, no'xatning o'sishi, rivojlanishi, fotosintetik faoliyati, ildiz tizimi va simbiotik faoliyati, hosildorlik, donning sifat ko'rsatkichlari, iqtisodiy samaradorligiga bo'lgan ta'siri hisoblanadi. Tadqiqot ilmiy tadqiqot ishlarida davlat tajribalari, laboratoriya tahlillari, kinologik kuzatuv va geometrik o'lchashlar qabul qilingan uslublarda olib borildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi ilk bor Zarafshon vodiysining sug'oriladigan osh suvi tuproqlar sharoitida no'xatning polvon va zumrad navlari o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga kuzgi va bahorgi muddatda turli ekstremallarning ta'siri ilmiy asoslangan hamda yuqori va sifatli hosil yetishtirish uchun kuzda 66.1 sxemasida, bahorda 69.1 sxemasida ekish maqbul ekanligi aniqlangan. Sug'oriladigan o'tloq tuproqlar sharoitida no'xatning polvon navi urug'lariga rezavit aks inokulyanti bilan ishlov berilib, ekish evaziga o'simlik o'sish, rivojlanishi jadal kechib, dukaklash fazasida nazoratga nisbatan maqsadli 2,7 ming
metr kvadratga, fotosintez sof mahsuldorligi 0,36 gram metr sutkaga yuqori bo'lishini hosildorlik va don sifatiga ijobiy ta'siri ilmiy asoslangan. Sug'oriladigan o'tloqli tuproqlar sharoitida no'xatning polvon navi o'sishi, rivojlanishi va hosil elementlari shakllanishiga inokulyant sug'orish tartiblari va mineral o'g'it me'yorlarining nazorat ta'siri ilmiy asoslangan hamda urug'larga rizovit aks inokulyanti bilan ishlov berib ekilib, sug'orish oldi tuproq namligi chidilnisiga nisbatan 70-60% sug'orish tartibida va azot 45 kg, fosfat 90 kg, kaliy 60 kg me'yorda mineral o'g'it qo'llab parvarishlangan variantda nazoratga nisbatan bir o'simlikdagi tupkaklar soni 916, 19-3 donaga, don soni 8, 19-9 donaga, tuganaklar soni 13-4, 20 donaga va tuganaklar massasi esa vazni esa 0,59-0,61 grammga yuqori bo'lishi aniqlangan. Zarafshon vodiysining Lalmikor qirg'adillik mintaqasi tipik tuproqlar sharoitida no'xatning Malhotra navi lazzat naviga nisbatan dala unuvchanligi, qoya balandligi, birinchi pastki tupkakning joylashish balandligi, mintadon massasi, vazni bo'yicha ustunlikka ega ekanligi aniqlangan hamda no'xat navlari 10-15 fevralda 13-12 sxemada ekilganda nazorat 66 ekish sxemasiga nisbatan maqbul tub soni va hosil elementlarining shakllanishi natijasida gektar hisobiga olingan don hosilligi 1,2 sentrga, oqsim miqdori esa 18,9, 23,7 kilogrammga yuqori bo'lishi ilmiy asoslangan. Hamda no'xat navlarining sug'oriladigan va lalmiqdor yerlar sharoitlarida asosiy ekin sifatida yetishtirishda qo'llanilgan agrotexnologik elementlar va tadbirlarning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'siri qiyosiy baholangan hamda maqbul variantlarni qo'llash hisobiga sug'oriladigan yerlarda 158,8% gacha, lalmiqorlikda 70,7% ga rentabilitga erishish mumkinligi aniqlangan. Tajribamiz tadqiqotlarimiz 4 ta tajriba tizimidan iborat. Birinchi tajribamiz bu 2015-2017 yilda Samarqand viloyati Pasoqon tumanida lalmiqorlikning qirg'adillik mintaqasi tipik tuproqlar sharoitida demak no'xatning ikkita Malhotra va lazzat navlari, demak 3 ta ekish muddati va 4 ta ekish sxemasida o'rganildi. Ikkinchi tajribamiz bu sug'oriladigan yerlarda 2018-2020 yillarda Navoiy viloyati Xatirchi tumanida demak no'xatning polvon va zumrad navlari ikki xil, ya'ni kuzda va bahorda ekib 3 ta ekish sxemasida o'rganildi. Demak, uchinchi tajribamiz bu 2018-2020 yillarda Samarqand viloyati Ishxon tumanida joylashgan Don va Dukkakli ilmiy tadqiqotlar instituti Samarqand tajriba stansiyasining o'tloqli tuproq sharoitida demak 3 ta inokulyant no'xatning polvon naviga 3 ta inokulyant ta'siri o'rganildi. Va to'rtinchi tajribamiz ham xuddi shu, demak Don va Dukkakli ilmiy tadqiqotlar instituti Samarqand tajriba stansiyasining o'tloqli tuproqlar sharoitida 2021-2023 yillarda sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar me'yori va inokulyantlar quyidagi demak tajriba tuzilmasi bo'yicha olib borildi. Birinchi tajribamizda quyidagi natijalar olindi. Demak, lalmiqorlikda no'xat navlari dala unuvchanligi va ko'chat qalinligiga ekish muddati va sxemalarning ta'sirini tahlil qilganda dala unuvchanlik 80 demak navlarda no'xat navlarida 87% dan 93.9% gacha bo'lganligi aniqlandi. Bunda ekish muddatining kechikishi bilan barcha ikkala navda ham 1,2-1,8% gacha dala unuvchanlik yuqori bo'lganligi aniqlandi. Demak, Malhotra navining dala unuvchanligi lazzat naviga nisbatan demak barcha ekish muddati va sxemalar bo'yicha 2-3% gacha yuqori bo'lganligi qayd etildi. Ekish muddatlari va sxemalari no'xat navlari o'sish davri davomiyligini ta'sirini tahlil qilganda demak Malhotra navining o'sish davri davomiyligi 79 kundan 92 kungacha bo'lishi aniqlandi. Lazzat navida esa 70-78 kun bo'lishi aniqlandi. Bunda o'sish davri davomiyligi ekish muddatining kechikishi bilan o'sish davri davomiyligi 11 kungacha kechikkanligi aniqlangan bo'lsa, lazzat navida esa bu ko'rsatkich 8 kun demak 5 kundan demak 8 kungacha kamayganligi aniqlandi. Bunda ekish sxemalarni zichlashgan sari demak usul davri davomiyligi demak 2 kundan 3 kungacha qisqarganligi aniqlandi. Ekish muddatlari va sxemalarining no'xat navlari o'simlik balandligiga ta'sirini
tahlil qilinganda o'simlik nuqatalar o'simlik bo'yini balandligi 41 santimetrdan 51,7 santimetr bo'lganligi qayd etildi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich matbuot Ronovni 10-15 fevralda demak 66 bir sxemada ekilganda 61,7 santimetr tashkil etgan bo'lsa, eng past ko'rsatkich demak bu Lazzat Novni 1-5 martda ekilganda 60-15 sxemada ekilganda 41 santimetr bo'lganligi aniqlandi. O'simlik bo'yining balandligi ekish muddatining kechikishi bilan ham o'simlik bo'yining balandligi past bo'lishi aniqlandi. Demak, o'simlik bo'yining balandligiga X sxemasi ham ta'sir qilindi. Demak, bu yerda o'simlikga X sxemasi zichlashgan sari o'simlik bo'yining balandligi 2-3 santimetrga yuqori ekanligi qayd etildi. Ekish muddatlari va sxemalarning no'xat navlarining navdalar soniga ta'sirini tahlil qilganda, navdalar soni no'xat navlarida 1,7 donadan 3,2 donagacha bo'lishi qayd etildi. Bunda ekish muddatlarining kechikishi bilan navdalar soni ikkala navda ham demak kamayganligi 0,2-0,3 donaga kamayganligi aniqlandi. Manfaatlar navning navdalar soni Lazzat navga nisbatan demak yuqori ekanligi qayd etildi. No'xat navlarining ekish muddatlari va sxemalarga bog'liq holda hosil elementlarini tahlil qilganda, demak manfaatlar navning bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi don soni Lazzat navga nisbatan kam ekanligi qayd etildi. Barcha ekish muddatlari va barcha ekish sxemalar bo'yicha bunda 1000 ta don massasi bo'yicha esa Lazzat navga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, 10-15 fevralda 60-12 sxemada yuqori ekanligi qayd etilib, demak bu Lazzat navga nisbatan yuqori ekanligi qayd etildi. Ekish muddatlarining kechikishi bilan bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi donlar soni va 1000 ta don massasi ham demak kamayganligi aniqlandi. Ekish sxemasining ortgan sari esa bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi donlar soni va 1000 ta don massasi ham ortishi qayd etildi. Turli ekish muddatlari va sxemalarini no'xat navlar hosildorligiga ta'sirini tahlil qilganda, demak tadqiqot olib borilgan barcha yillarda demak eng yuqori hosildorlik 10-15 fevralda Manfaat Ronovni demak 60-12 bir sxemada ekilganda o'rtacha yillar o'rtacha 10 sentr tashkil etdi. Nazoratga nisbatan 1,2 sentri, ya'ni 12% qo'shimcha hosil olingan bo'lsa, Lazzat navda ham bu ko'rsatkich xuddi ushbu muddatda, ya'ni o'sha 60-12 bir sxemada ekilgan muddatda o'rtacha 7,6 sentr tashkil etib, qo'shimcha demak 1 sentr yoki 13,1% qo'shimcha hosil olganligi aniqlandi. Ekish muddatining kechikishi bilan ikkala navda ham hosildorlik kamayganligi aniqlandi. Ekish sxemasining 60 ga nazoratga nisbatan ortib borishi va 60-12 sxemaga nisbatan ortib borishi hosildorlik oshganligi va keyingi oshishda esa hosildorlik kamayishi qayd etildi. No'xat navlarining don sifat ko'rsatkichlariga ekish muddatlari va ekish sxemasining ta'sirini tahlil qilinganda, demak hosil va moy miqdori demak no'xat navlarida eng yuqori ko'rsatkich Manfaat Ronovni 10-15 fevralda 60-12 bir sxemada ekilganda 1 gektardan olinadigan hosil 244 kg, Lazzat navda esa bu ko'rsatkich 194 kg yoki 1 gektardan olinadigan moy miqdori esa 64,3 yoki Lazzat navda 44,7 kg olinganligi qayd etildi. Bunda ham ekish muddatlarining kechikishi bilan demak 1 gektardan olinadigan hosil va 1 gektardan olinadigan moy miqdori ham kam bo'lishi aniqlandi. Langikonlikning qirg'oqchilik mintaqasida demak ekish muddatlari sxemalari no'xatning Manfaat Ronovni yetishtirish iqtisodiy ta'siriga tahlil qilindi. Demak har bitta o'sha qo'llanilgan omil albatta bu iqtisodiy samaradorlik bilan belgilanadi. Demak tadqiqotlarda 1 gektardan olinadigan yalpi daromad, demak shartli hisob foyda va rentablik darajasi 10-15 fevralda ekilganda 60-12 sxemada ekilganda yuqori bo'lib, demak 1 sentr mahsulot tan narxi eng past, ya'ni 317,778 ming so'm bo'lganligi aniqlandi. Ekish muddatining kechikishi bilan rentablik darajasi, demak 1 gektardan olingan yalpi daromad va shartli hisob foyda ham kam bo'lishi aniqlandi. Va Lazzat navda ham
ushbu qonuniyat saqlanib qoldi. Bunda ham demak manfaatlar mavjudga nisbatan demak rentabilik darajasi past, ya'ni bunda 87,8% bo'lganligi aniqlandi. Ikkinchi tajribamizda demak bu faollanadigan yillarda kuzda va bahorda turli sxemalarda olib borilgan tadqiqotlarda no'xat navlarining urug'larini dala unumchanligi va hosil yig'ishtirishgacha saqlanishga ekish muddatlari va ekish sxemasining ta'sirini tahlil qilganda dala unumchanligi kuzda ekilganda 81,3%dan 81,6%ni tashkil etgan bo'lsa, bahorda ekilganda esa demak 88,8%dan 89,7%ni tashkil etdi. Bunda dala unumchanlik polvon novda ikkala ekish muddatida ekish sxemasida ham polvon novi zumrad novga nisbatan 1,2,1%gacha dala unumchanlik yuqori bo'lganligi qayd etildi. Dala unumchanlik kuzda ekilganga nisbatan bahorda ekilganda 8-9%gacha dala unumchanligi yuqori bo'lishi qayd etildi. Ekish muddatlari sxemalarining no'xat navlari o'sib davr davomiyligi ta'sirini tahlil qilganda kuzda ekilgan polvon novining usul davr davomiyligi 123 kundan 128 kunga qayd etildi. Zumrad novda esa 113 kundan 122 kunni tashkil etdi. Ekish sxemasining ortishi bilan usul davri davomiyligi demak 3-5 kunga ortganligi aniqlandi. Demak zumrad novda ham ushbu qonuniyat saqlanib qoldi. Bahorda ekilganga nisbatan kuzda ekilganda demak 11 kungacha usul davri davomiyligi uzun bo'lishi qayd etildi. Turli ekish muddatlari va sxemalarda ekilgan no'xatning navlarining geometrik ko'rsatkichlari, ya'ni o'simlik bo'yi, navdalar soni, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi tahlil qilinganda, demak unda o'simlikning bo'yi eng yuqori ko'rsatkich zumrad novida 66 bir sxemada 79,4 sm, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi esa 31,7 sm tashkil etdi. Bunda polvon novga nisbatan o'simlik bo'yining balandligi, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi kuzda va bahorda ekilganda ham demak zumrad novi polvon noviga nisbatan ustun ekanligi qayd etildi. Lekin demak novdalar soni bo'yicha zumrad noviga nisbatan ikkala ekish muddatida demak polvon novi 0,2-0,3 donagacha yuqori bo'lishi qayd etildi. Ekish sxemasining ortishi bilan demak ekish sxemasi zichlashgan sari o'simlik bo'yining balandligi ham demak baland bo'lishi ikkala novda ham qayd etildi. Ekish muddatlari va sxemalarining no'xat navlari yer usti qismining ildiz massasiga nisbatan ta'sirini tahlil qilinganda, demak bu yerda yer usti qismi va yer usti ildiz qismi kuzda ekilganda, bahorga ekilganga nisbatan ikkalanida ham yuqori bo'lib, demak ekish sxemasining kengaygan sari demak yer usti va ildiz qismi ham demak ortganligi aniqlandi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich kuzda polvon novda 12 bir sxemada ekilganda ildiz og'irligining yer usti qismiga nisbati 1,16-1,27 nisbatda bo'lishi qayd etildi. Ekish muddatlari va sxemalarining no'xat navlari ildizdagi tuganaklar soni vazniga ta'sirini tahlil qildik. Demak bir tup o'simlikdagi tuganaklar massasi shonalash, dukkaklash, gullash va dukkaklash fazasida qayd qilib bordik. Bunda kuzda ekilganda bahorga ekilganga nisbatan demak bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni va massasi yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bunda navlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich demak kuzda polvon novini 12 bir sxemada demak ekganda gullash fazasi 33,5 donaga, tuganaklar vazni esa 2,1 gram bo'lishi qayd etildi. Ekish sxemasining ortishi bilan ham demak o'sha o'simlikdagi tuganaklar massasi ham ortganligi qayd etildi. No'xat navlari barsatning shakllashiga ekish muddati va sxemalarning ta'sirini tadqiq qilganda demak bu yerda shoxlanish, xonalash, gullash va dukkallash pishish fazalarida demak bizlar barsatni tahlil qilindi. Bu yerda har bir fazada demak o'rganilganda kuzda polvon novini 66 bir sxemada ekilganda boshqa variantlarga nisbatan har bir fazada yuqori ekanligi qayd etildi. Polvon novi zumrad noviga nisbatan esa 0,2-0,8%gacha 1000 metr kvadratga yuqori ekanligi qayd etildi. Kuzda ekilganda yuqori bo'lishi qayd etildi. Turli ekish muddatlari va sxemalarda ekilgan no'xat navlarining hosil elementlari, ya'ni bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi don soni, bir o'simlikdagi don massasi va 1000 ta don massani tahlil qilinganda, bunda
kuzda ekilgan no'xat navlari bahorga ekilganga nisbatan yuqori ekanligi qayd etildi. Bunda ekish sxemasining ortishi bilan, ya'ni 60-12 bir sxemada ekilganda bitta o'simtagi dukkaklar soni, bitta o'simtagi don soni, bitta o'simtagi don massasi hamda mitta ton massasi yuqori bo'lib 56,8. Demak, bitta o'simtagi don soni 12,8, bir o'simtagi don massasi 27,4 tonna va mitta ton massasi esa 435,9 gram bo'lishi qayd etildi. Turli ekish muddatlari va sxemalarning no'xat navlar hosildorligiga ta'sirini tahlil qilganda, demak, tajriba o'tkazilgan barcha yillarda, demak, kuzda ekilganda, kuzda ekilgan polvon va zumrad navi bahorda ekilganga nisbatan hosildorligi yuqori bo'lib, eng yuqori hosildorlik kuzda polvon navining 66 bir sxemada ekilganda o'rtacha 32,5 sentnerda. Bahorda esa 69 bir sxemada ekilganda 29,8 demak sentner hosil olinganligi qayd etildi. Polvon navi zumrad naviga nisbatan yuqori hosildorlik olishi aniqlandi. Demak, ekish muddatlari va sxemalarda no'xat yetishtirishning iqtisodiy samaradorligiga ta'sirini tahlil qilinganda, bu yerda 1 gektarda olinadigan yalpi daromad, shartli hisob foyda va rentablik darajasi kuzda ekilgan polvon navida 66 bir sxemada yuqori bo'lib, eng past qiymat, ya'ni 395 undan 395,313 so'mni tashkil etib, bahorga ekilganga nisbatan yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bahorda 69 bir sxemada ekilganda, demak, ushbu qonuniyat saqlanib qolib, bunda eng yuqori rentablik darajasi 114,6% bo'lganligi qayd etildi. Uchinchi tajribamiz bu inokulyantlar bilan bog'liq holda o'tkazildi. Ya'ni o'sha polvon navida, demak, 3 ta inokulyant qo'llab o'rgandik. No'xat navlarining dala unuvchanligi va tub qonunligi inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda, dala unuvchanlik 80,6% dan 81,9% qayd etilib, dala unuvchan inokulyant qo'llanilgan variantlarda dala unuvchanlik yuqori bo'lganligi, demak, 0,2% dan 1,3%gacha yuqori bo'lishi qayd etilgan. No'xatning rivojlanish fazalari davomiyligiga inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda, bu yerda unib chiqish shoxlari, shonalash, gullash, to'rtkaklash, pishish va unib pishish fazalari bo'yicha tahlil qildik. Bu yerda no'xat navlari rivojlanish fazalari davomiyligi, ya'ni inokulyantning ta'sirini tahlil qilganda 122 kundan 133 kunga bo'lganlik qayd etildi. Bunda inokulyant qo'llanilgan variantlarda usul davr davomiyligi bunga, demak, nazoratga nisbatan 3 kundan 11 kungacha uzayganligi aniqlandi. Bunda inokulyantlar orasida eng yuqori o'sha Rezavet Ax qo'llanilgan inokulyantda 133 kun bo'lganligi qayd etildi. No'xat navlarining bo'yin balandligiga inokulyantning ta'sirini tahlil qildik. Demak, har bitta shoxlanish, shonalash, gullash, to'rtkaklash, pishish fazalarida, demak, o'sish dinamikasi tahlil qilganda, demak, pishish fazasida eng nazorat variantda 74,7 santimetrdan, demak, 7 santimetr bo'lgan bo'lsa, inokulyant qo'llangan variantlarda, demak, nazoratga nisbatan yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich Rezavet Ax inokulyantni qo'llangan variantda kuzatilib, pishish fazasida 78,3 santimetr bo'lganligi qayd etildi. Demak, bunda ham vegetatsiya davrida oxiridagi o'simlik bo'yi, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi va novdalar soni bo'yicha tahlil qilinganda esa, demak, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi va novdalar sonida ham ushbu inokulyant qo'llanilgan variantlarda nazoratga nisbatan ustun bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich Rezavet Ax qo'llanilgan variantda yuqori bo'lganligi qayd etildi. No'xat navlarining barcha xalqning shakllanishiga inokulyantlar ta'sirida shoxlanish, shonalash, gullash, dukkaklash, pishish fazasida qayd etib bordik. Bunda ham o'sha nazoratga nisbatan qo'llanilgan inokulyantlar ta'siri no'xat barqining shakllanishiga ta'sir qilindi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich Rezavet Ax qo'llanilgan variantda dukkaklash fazasida 29,16 mm² tashkil etdi. No'xatning ko'p modda to'plashiga inokulyantlarning ta'sirini bunda ham har bitta fazalar bo'yicha tahlil qilib bordik. Demak, bu shonalash, shoxlanish, shonalash, gullash va dukkaklash va pishish fazasida quruq massa to'plashi ko'payib borgani qayd etildi. Bunda nazoratga nisbatan
qo'llangan inokulyantlarda quruq modda to'plashi ko'proq bo'ldi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich Rizal Aks qo'llanilgan inokulyant variantida qayd etilib 79,2 sentr gektarni tashkil etdi. No'xat barg sathini shakllanishga inokulyantlarning ta'sirini ham tahlil qilindi. Bunda har bitta fazalar bo'yicha tahlil qilganda, demak, no'xatning barg sathini shakllanishda nazoratga inokulyantlarda barg sathi yuqori bo'lgani qayd etildi. Endi bunda eng yuqori ko'rsatkich dukkaklash fazasida inokulyantlar orasida Rizal Aks inokulyant qo'llangan variantda qayd etilib 29,6 ming metr kvadratni tashkil etdi. No'xatning quruq modda to'plashiga inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda ham ushbu ko'rsatkich, demak, har bitta fazalar bo'yicha qo'llanilgan inokulyantlar nazoratga nisbatan yuqori bo'lganligi qayd etilib, bunda ham Rizal Aks qo'llanilgan variantda yuqori bo'lib 79,2 sentr gektarni tashkil etdi. No'xatning fotosintez sof mahsulotlariga inokulyantlarning ta'sirini fazalar bo'yicha, ya'ni shoxlanish, shonalash, gullash, dukkaklash va dukkaklash pishish fazasida qayd etilib borildi. Bunda qo'llanilgan inokulyantlar nazoratga nisbatan qo'llanilgan variantda fotosintez sof mahsulotlariga yuqori bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich shonalash, gullash fazasida 7,26 gram metr kvadrat kun tashkil etgandan 8,24 gram metr kvadrat kunni tashkil etdi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich Rizal Aks inokulyanti qo'llanilgan variantda qayd etildi. No'xat ilidagi tuganaklar soni va vazniga inokulyantlarning ta'siri tahlil qilindi. Bu yerda shonalash, gullash, dukkaklash fazasida qayd etib borildi. Shonalash, gullash va shonalash fazasidan dukkaklash fazasiga borgan sari tuganaklar soni va vazni ortganligi va keyingi fazaga borganda esa bu kamayganligi qayd etildi. Demak, bu unda eng yuqori ko'rsatkich inokulyantlar orasida Rizal Aks qo'llanilgan variantda yuqori bo'lib, 30,1 dona yoki 2 gramni tashkil etib, nazoratga nisbatan 0,2-0,1 grammgacha yuqori vaznga ega bo'lganligi aniqlangan. No'xat navlarini hosil ellikdagi inokulyantlarni ta'sirini tahlil qilindi. Bu yerda bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi don soni va mingta don massasi tahlil qilganda nazorat variantga nisbatan qo'llanilgan inokulyantlarda hosil elliklarning shakllanishi yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bunda bitta o'simlikdagi dukkaklar soni nazorat variantida 30,3 dona bo'lgan bo'lsa, Rizal Aks variantda qo'llanilgan variantda 33,6 dona bo'lib, nazoratga nisbatan 3,3 donaga yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bir o'simlikdagi don massasi va mingta don massasi, bitta o'simlikdagi don soni va mingta don massasi ham ushbu qonuniyat saqlanib qolib, nazoratga nisbatan qo'llanilgan inokulyantlar yuqori ekanligini aniqlab, inokulyantlar ichida Rizal Aks qo'llanilgan variantda yuqori ekanligi qayd etildi. No'xatning polvon navi hosildorligiga inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda tajriba olib borilgan tadqiqot yillarida no'xat navi hosildorligi nazoratda o'rtacha, demak, 30 sentni tashkil etgan bo'lsa, inokulyant qo'llanilgan variantlarda nazoratga nisbatan yuqori bo'lib, yuqori bo'lganligi qayd etildi. Qo'llanilgan inokulyantlar orasida Rizal Aks qo'llanilgan variantda o'rtacha 34,8 sentner bo'lib, qo'shimcha nazoratga nisbatan 4,8 sentner yoki qo'shimcha 13,8% yuqori hosil olishi aniqlandi. No'xatni don sifat ko'rsatkichlariga, ya'ni inokulyantlar ta'siri tahlil qilindi. Ya'ni don sifat ko'rsatkichlariga oqsil va moy miqdorini tahlil qilganda nazoratga nisbatan qo'llanilgan inokulyantlarda oqsil miqdori yuqori bo'lgani qayd etildi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich, demak, qo'llanilgan inokulyantlar orasida Rizal Aks
qo'llanilgan variantda qayd etilib 28 undan 4% tashkil etgan bo'lsa, eng past ko'rsatkich moy miqdori esa 5,2% tashkil etadi. 1 gektardan olinadigan hosil miqdori esa ham ushbu qo'llanilgan inokulyantda 987,3 kilogrammda va 1 gektar olinadigan moy miqdori esa 179,9 kilogrammda tashkil etganligi aniqlandi. Inokulyantlarning no'xat yetishtirishdagi iqtisodiy samaradorlik tahlil qilindi. Bunda 1 gektardan olinadigan yalpi daromad, shartli hisob foyda va rentabilik darajasi nazoratga nisbatan qo'llanilgan inokulyantlar orasida Result X inokulyant qo'llagan variantda yuqori bo'lganligi aniqlanib, 1 sinflik mahsulot tan narxi eng past, ya'ni 338,800 so'mdan bo'lganligi aniqlandi. 4-chi tajribamiz bu o'sha sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar hamda inokulyantlarning ta'siri bilan bog'liq o'zaro ta'sirini o'rgangan tajribamiz. Bunda no'xatni polvon navining dala unumchanligi va tub qalinligi, sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar hamda inokulyantlar ta'sirini tahlil qilganda dala unumchanligi 82,2% dan 83,4% tashkil etib, demak bu yerda dala unumchanlik sezilarsiz farq bo'lishi qayd etildi. No'xatning rivojlanish fazalari davomiyligi ta'sirini tahlil qilganda, demak bu yerda nazorat sug'orishsiz variantda unib chiqish usul davomiyligi 102 kundan 109 kungacha bo'lganligi qayd etilgan bo'lsa, demak o'simlikda oziq moddalar bilan va yetarli nam bilan ta'minlanishi yaxshilanish natijasida usul davomiyligi uzoq bo'lishi aniqlanib, demak bunda eng yuqori ko'rsatkich tuproq sug'orish tuproq namligi chig'indisiga nisbatan 70-60% ushlaganda, ya'ni 131 kunni tashkil etib, nazoratga nisbatan bu 9 kungacha uzayganligi aniqlandi. No'xat navlarining geometrik ko'rsatkichlariga sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar hamda inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda, demak o'simlikning bo'yi, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi va nodonlar soni, demak nazoratga nisbatan oziq moddalarning ta'minlanishi va demak o'sha namlik bilan yaxshilanishi bilan, demak hosil o'sha o'simlik bo'yi va birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi va nodonlar soniga ortganligi aniqlanib, eng yuqori ko'rsatkich sug'orish oldi tuproq namligi chig'indisiga nisbatan 70-60% da ushlaganda, ya'ni fon plus azot 160 kg plus Result X qo'llangan variantda qayd etilib, o'simlik bo'yi 80,6 sm, birinchi pastki dukkakning joylashish balandligi 33,8 sm hamda nodonlar soni esa 4,2 donaga bo'lganligi qayd etiladi. No'xatni hosil elementlariga sug'orish tartibi va mineral o'g'itlarning hamda inokulyantlarning ta'sirini tahlil qilganda, yana bitta o'simlikdagi dukkaklar soni, bitta o'simlikdagi don soni hamda mingta don massasi, demak o'simlikda oziq moddalar bilan ta'minlanishi, hamda nam bilan ta'minlanishi yaxshilanishi sari, demak bunda hosil elementlar ham demak yuqori bo'lganligi qayd etildi. Bunda nazoratga nisbatan sug'orish oldi tuproq namligi 70-60% da ushlab, azot 45 kg plus Result X qo'llagan variantda yuqori bo'lib, demak o'rtacha, demak 35,1-34,1 santimetr donaga bo'lganligi aniqlandi. No'xatning polvon hosildorligiga sug'orish tartibi va mineral o'g'itlarni hamda inokulyantlarni ta'sirini tahlil qilganda, bunda nazorat sug'orishsiz variantda hosildorlik 11,4 sentimdan 14,1 sentr tashkil etgan bo'lsa, sug'orish demak o'simlikni nam bilan ta'minlash, oziq elementlarni ta'minlash bilan demak hosildorlik ham yuqori bo'lganligi aniqlanib, bunda eng yuqori hosildorlik sug'orish oldi tuproq namligi cheklangan dala sig'imiga nisbatan 70-70 chig'indisiga nisbatan 70-70-60% da ishlab, fon plus azot 45 kg plus qo'llagan variantda tajriba olib borgan barcha yerlarda yuqori bo'lib, o'rtacha
36.9 sentini hosil olinib, demak qo'shimcha azot o'g'it va inokulant hisobiga 10.8 sentrga, sug'orish hisobiga esa 21.9 sentrga qo'shimcha hosil olinganligi qayd etildi. Duqatni don sifat ko'rsatkichlariga sug'orish tartibi va mineral o'g'itlar hamda inokulantlarning ta'sirini tanqid qilganda, unda 1 gektardan olinadigan hosil va 1 gektardan olinadigan moy miqdori nazorat variantida, demak 1 gektardan olinadigan hosil 285.7 kilogramm, 1 gektardan olinadigan moy miqdori esa 60.5 kilogramm tashkil etgan bo'lsa, demak o'simlikda namlik va oziq moddalar bilan ta'minlash natijasida bu hosil va 1 gektardan olinadigan moy miqdori ham oshganligi aniqlanadi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich sug'orish oldi tuproq namligini chigirtkaga nisbatan 70-60% da ushlash va fon plus azot 45 kilogramm plus inokulant qo'llagan variantda yuqori bo'lganligi qayd etildi. 1 gektardan olinadigan hosil 934.3 kilogramm, 1 gektardan olinadigan moy miqdori esa 134.3 kilogramm olinganligi qayd etildi. Demak, va o'sha sug'orish tartibi, mineral o'g'it me'yorlari va inokulantning niqobni yetishtirishda iqtisodiy samaradorligini tahlil qilganda, demak, 1 gektardan olinadigan yalpi daromad, shaxsiy sof foyda va rentabellik darajasi, o'simlikda oziq moddalar bilan ta'minlanishi va namlik bilan yaxshi ta'minlanishi natijasida yuqori bo'lganligi qayd etilib, eng past 1 sentr mahsulotdan past narxi sug'orish oldi tuproq namligini sug'orish oldi dala namsig'ini cheklangan dala namsig'ini nisbatan 70-60% da ushlab, fon plus 45 azot plus inokulant qo'llagan variantda past bo'lib, 1 sentr mahsulot tan narxi 260.930 so'm bo'lganligi aniqlandi. Xulosalar. Xulosalar bizlar qo'limizda bor. Bugün ishlab chiqarishga tavsiyalarni yetkazing. Demak, Zarafshon vodiysining sug'oriladigan va lamkor yerlar sharoitida niqobdan yuqori va sifatli don hosildorligi hamda iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsadida, demak, sug'oriladigan yerlarning osh suvi va o'tloqli tuproqlari sharoitida niqobni polvon urug'larini kuzda, ya'ni 20-30 noyabrda 66 bir sxemada va bahorgi muddatda 69 bir sxemada ekish ob-havo sharoiti, nam xususiyati va atmosfera yog'inlari hisobga olingan holda sug'orish oldi tuproq namligini chigirtkaga nisbatan 70-60% da tartibida 708 metr kubga me'yorda 2-3 marta sug'orish, urug'larni ekishdan oldin rezavit aks inokulanti bilan ishlov berib, parvarishlashda mineral o'g'itlarni azot 45, fosfat 90, kaliy 60 kilogramm me'yorda qo'llash, lammikorlik 40 adillik mintaqasining Ikus tuproqlari sharoitida niqobning malxotra novini 13-15 fevralda 12 bir sxemada, ya'ni 50 kilogramm ekish. Faqat PDF tushgan, boshqa tushmagan. Bu Boshqa nomidan Wordni davlat tadqiqot tajribalarimizda fotolavhalar to'g'rilab bo'lmayapti, demak. qo'llanilgan inokulantlar, Ichida. bakteriyalarni o'rganish, o'qishga ko'zda ekilgan niqoblarni aniqlash, lammikorlikda va bu davlat tajribalarimiz tadqiqotlar olib borib, o'sha institut Samarqand Agronom va tadqiqotlar instituti tomonidan tuzilgan maxsus approvatsiya komissiyada o'tkazilganligi, bu ishlab chiqarish tajribalarimizdan fotolavhalar. Demak, bu o'sha ishlab chiqarish tajribalarimizni mana YouTube kanallarida, boshqa joylarda joriy etilganlari bo'yicha fotolavhalar. Bu ham o'sha qishloq milliy markaz bilan hamkorlikda ishlab chiqarish tajribalari natijalari bo'yicha o'sha seminarlarda qatnashganlarimiz, e'tiborli uchun rahmat. Hurmatli a'zolar, ma'lumot tugadi, savollarga beramiz. Professor. Birinchi savol, nima uchun lazim va sug'oriladigan yerlarda tartibga olib qo'yildi? Sabab nima? Rahmat savolingiz uchun. Endi niqob asosan lamkor maydonlarga ekiladi.
hamda o'sha yuqorida biz aytdik, oziq ovqat xavfsizligini muammosi hal etishda hamda hosil muammosi hal etishda, demak, albatta bu o'simlikning o'rni beqiyos. Shuning uchun sug'oriladigan yillarda yetishtirilganda hosildorlik ortishi, yuqori hosildorlik olishini hisobga olganda ham namkorlikda ham sug'oriladigan yillarda ekib o'rgandik. Chunki ishlab chiqarishda ham namkorlik ekiladi, ham sug'oriladi ekiladi. Asosiy sabab namkor yerlardan unumli foydalanish, no'xat yetishtirishda, namkorlik yerlardan unumli foydalanishda asosiy agrotexnologik elementlar, ekish muddatlari va sxemalarni aniqlab berishdan iborat. Sug'oriladigan yerlarda esa o'sha ekish muddatlari, ekish sxemalari, inokulantlar, sug'orish tartibi va mineral o'g'itlarni ishlab chiqishdan iborat edi. Endi Zarafshon qirg'oqliklar deydi. Zarafshon qirg'oqliklari qayerda bor? Endi Zarafshonda Zarafshon vodiysining qirg'oqlik o'zi aslida Zarafshon vodiysining qirg'oqlik Zarafshon vodiysiga o'zi aslida bu Samarqand, Navoiy hamda o'sha Buxoroni olib bilan tumanini tugaydi. Bu yerda qirg'oqlikni so'rayman. Zarafshonning qirg'oqliklari qayerda? qirg'oqliklari o'sha bu yerda Samarqand viloyatining Pazobon, Qo'shrabot, Nurobod tumanlarida. Astarg'omon qirg'oqlik. Qirg'oqlik. Qachondan boshlab qilish bor? 2015-2017 yillarda. Astarg'omon. Qirg'oqlikka kiradi. Qirg'oqlik. Astarg'omonni bilmayman. Qirg'oqlikka kirish. Ya bu ikkita zonasi bor deb o'tding-da. O'zi namkorlikning 4 ta zonasi bor. Birinchi tekislik, qirg'oqlik, sog'liq, Keyin yog'ingarchiliklar qanday o'zi? O'sha Zarafshon voqeasida aynan sizlar o'tkazgan nimalarda, joyda yog'ingarchiliklar o'rtacha ko'payib qancha? Va sizlar tajriba o'tkazganlaringda qancha? qirg'oqlik mintaqasida yog'ingarchilik yarim ta'minlangan 200 dan 400 millimetr. Qirg'oqlik mintaqasini so'ramadim. Tajriba o'tkazilgan joylarni so'rayapman. 200 Sizlarda o'rtacha ko'paylik qancha va tajriba o'tkazilgan yillarda qanchadan yog'ingarchilik yog'di? 230-320 millimetr. To'g'ri. Tajriba o'tkazilgan. Ko'paylik o'rtacha qancha? Bu ko'paylik o'rtacha 190-220 Bu ko'paylik 190-220 deyilmaydi. Bitta bo'ladi ko'paylik. Ko'paylikka hozir javob bermas. Ko'paylik bitta bo'ladi. Qancha bu? 180-220. 180. 180. Yo'q, bunday emas. Bahor va kuzda o'sha nimaga haligi ikki sxemalar bir xil bo'ldi. Bahorda ham kuzda. Sababmi? Bizda Sababni aytib shart nima emas. Bahorda nima uchun? Bahordagi va kuzdagi ekish sxemalari ikkalasi bir xil. O'zgarish. tajribalarda kuzda 66-9 hamda 12 sxema olingan. Bahorda va kuzda olingan. Kuzda ekilgan, kuzda biz 66 bir sxemani tavsiya etganmiz. Bahorda esa 69 bir sxemani tavsiya etganmiz. Chunki dala unumchanlik bahorga nisbatan 8-10% gacha past bo'lganini qayd etgan. Kuzda 66. Ekish miqdori yuqori. Kuzda ekishga asosiy sababi nima o'zi? Kuzda ekishning asosiy sababi birinchi navbatda yerdan unumli foydalanish, erta ekinni erta teng ekin uchun erta yerni bo'shatib berish hamda yog'ingarchilik bozoridan unumli foydalanish. Emas. Kuzda ekishga asosiy sababi. Abi qish qattiq kelsa nima bo'ladi? Kuzda ekishda. Qish qattiq keldi. Bizda o'zi kuzgi no'xat qaysi o'zi? Bormi? Bitta shu ma'lumot o'tiryapmiz. Hozirgi kunda no'xat navlari
Davlat ichida 12 ta navbat bor. Bu yerda nav bo'yicha gaplashmayapmiz. Biza mana shu yerdagi Polvon, Zumra, Malbotra va Lazzat bilan gaplashamiz. Davlat nav sinov komissiyasidagi biza ma'lum bo'yicha gap, ilmiy ish bo'yicha gaplashamiz. Xo'sh, Bu ikkalasi tuzgi navbat. qaysi? Polvon bilan Zumrad navbat. Polvon bilan Zumra. Malbotra Malhotra bu tuzgi navbat. bu yerda keyin Mahmud 176-betda jadvalda inglizcha qolib ketibdi. Bu shunday bo'lishi kerak. So'zlar emas, umuman jadvalni tagi to'liq inglizcha. Matematika. Nima bo'ldi? Nazar qaramaysiz. Keyin regressiya regressiya tenglamas. Sabah 176-betda dissertatsiya. İngilizce qolib ketibdi. Matematik tahlil nimasi bor? O'sha yerda eng tagdagi to'liq hammasi inglizchada turibdi. 176-bet. Asli emas. Bu startup programma Ayni startup bo'lsa o'zbekchaga tarjima qilishlari kerak. startup programmasida olinganda to'g'ridan to'g'ri inglizcha Yo, menga o'rgatmaysizlar. Men o'zim bilaman. Buni tarjima qilishdi. Ilova keltirish, ilova qo'yib turish kerak. Regressiya tenglamasi qanday qildi? Regressiya qilgansizlar-ku. Qanday qilgansizlar? Tenglamasdan x y teng a bo'ladi. Bunda to'g'ri chiziq xarakterga ega ekanligini. keyin X muddati oralig'i larmida bor yo'g'i 5 kun bo'ladi. Xuddi shunday bo'lishi mumkin bo'ladi. Yillar 3 yilda 5 kun oralig'ida qanday belgilasiz? Larmida o'zi X muddati qanday belgilanadi? Nimaga asoslanib belgilaymiz larmida X muddati? Dinamikalikda ish muddati bu asosan biz 10-15 fevralda olganmiz. Bu quruq harorati bilan bog'liq holda Quruq harorati mayli yaxshi, lekin 15-fevralda bo'lishi ekishlarning shartmi? Endi erta eksak yog'ingarchilikdan unumli foydalanadi. Bahorda ekilgan yog'ingarchilik Nimaga shu paytga ekyapsizlar? Yog'ingarchilik bo'lmasa bu. va namdan unumli foydalanish maqsadida. Nima bundan unumli foydalanadi? Yog'ingarchilik yo'q. Mana fevraldan boshlab bu yerda 1-aprelgacha yog'ingarchilik bo'lmaydi. Kim garantiya beradi? Bu yerda shunday bo'lishini. Endi dinamikalik Qanday qilib sizlar 5 kun oralig'ida ekyapsizlar? usul davri davomiylik ham uzun bo'ladi. Erta eksa va Yo'q, Gullash gapirishmayapsizlar. Sizlar hozir sen bilan faqat mana shu ekishda qanday qilib sizlar 3 yil 5 kun ichida ekyapsiz? endi tajribada olib borgan Masalan, odamlarga masalan shu 15-fevralda ekasan deb aytsa, ertaga 15-fevralda ular eksa, yog'ingarchilik 1-aprelda bo'lsa, 1 oy ichida u urib bo'ladi. tushunarli so'z. Rahmat. Biz shuning uchun tajribada 13-15 fevralda Nimaga 5 kun? Nimaga 5 kun deyapsiz? 5 kun. chunki har yili bitta ekish sanadan ekish mumkin emas. Men ham shuni bilganim uchun so'rayapman. Nimaga 5 kungina sabab? Shuni 10-nimadan fevraldan yoki 10-nimaga martgacha desalar, men shuni so'rayman. Keyin ma'muriyatga nechinchi jadval? 4-jadval bilan 4-48 jadvalni ikkalasi bilan to'g'ri kelishmayapti bir-biriga. Nimaga deganda bu yerda hozir Malhotra navida nimasi unum chiqqan o'sish miqdori 249 ta bo'lyapti. 249 ta. Eng kami 104 ta bo'lyapti. Endi shu nima bo'yicha-da bittasi qilmadi. 10-15-fevral bo'lyapti. Endi hosildorlik 8-904 bo'lyapti.
Lazzatda xuddi shunday 249, eng ozi 99.4 bo'lyapti. O'simliklar soni hosildorlik 6.6, 7.2. O'simlik soni kam bo'lgani bilan sizlarda hosildorlik oshyapti. Men endi keyin o'rtada hosil strukturasi bo'yicha jadvallarni ko'rsam, birorta joyda sizlar 1000 dona donlasini bermaysiz. Ana shuning uchun mana buni nimada ikkita jadvalni nimaga mana bunday ikki xil hosil berganini, qayerdan kelganini aniqlash qiyin bo'ldi. Rahmat ustoz. Bu yerda Sabab nima? tushunarli. O'sha dissertatsiyani asosiy qismida bu o'rtacha berilgan. Ilovada har bitta yerlar uchun alohida ilovaga tashlaganman. Bu yerda hosil elementlari mingta ton massasi ko'rsatilgan. Lekin dissertatsiya asosiy qismida o'rtachasi keltirilgan. Dissertatsiyaga bermasdan qayerga berasizmi? Nimaga ilovaga berasiz? Yillar bo'yicha alohida ilovaga tashlagan. Biz bu yerda mana bu yerda bo'lish kerak. Mingta ton massasi bor hosil elementlari. Aniqlagan masalasi bu yerda. Bu yerda sizlar hozir faqat mana gullash bo'yicha beryapsizlar. Mana shoxlanish, shonalash, gullash, yuksaklash, pishish bo'ldi. Bu o'simlik bo'yi bo'yicha. Bo'yi. Shu jadvalingdan keyin bu yerda undan keyin hosillarni beriladi. Hosil elementlarni alohida bergan. Bitta Hosil elementlar mana bu yerda berilmasa qayerda beriladi? Ilovada. Qanday qilib beriladi? Bu yerda bu yerdan berganmiz. Yo'qdan yillar bo'yicha alohida tashlagan. Hani ko'rsatib bo'lmaydi. Keyin ketdi. Yo'q, keyin üretildi. Bu boshqasiga qarab. Mingta bu asosiy ko'rsatkichimiz. Buni hozir bilmayman. Keyin o'zi bu qaysi ishdan bilan ishlagansiz? Bizda Vaqtinchasimi? muhabbatda ishlayni ko'radi o'g'ayman. Rezavet akis. Shtamda deb. Men ular Miso rezibul. keyin yarim davom bormi yo shundan Miso rezibul bor. Plantita nota miso rezibul MS285. yo'q, bunisi. Mana latinchasi mesorisigu yana nima bor? Miso rezibul. Davom bormi? Yo'q, miso rezibul. Sesir deb aytilmaydi. Sesir. O'zi bu alohida Muhabbatga alohida. Hayır. Har dukkakli don ekinlar uchun hammasi alohida. Bu aynan o'sha rezervoar arkis plantikalot bu no'xat. Shunchalik misol aytdim. Yo'q, yomon qadriga. Yana kimda savol bor? Professor Gulzor Qo'lijev. Bizlar o'quvchi ma'lumotlar sportlarimizda o'rgangan navlarimiz bor ekan. Qolgan sinovlar. Ularni muvaffaqiyatli Rahmat savol uchun. Tadqiqotda o'rgangan no'xatlar mualliflar demak Zumrad navi bu o'sha don va dukkakli tadqiqot instituti Manno Abbos Siddiqov Qodirov tomonidan 2008 davlat reyestriga kiritilgan. Polvon nomli mualliflar Manno Abbos, Ravshan Siddiqov hamda Abdurahimov bu 2011-yilda davlat reyestriga kiritilgan. Lazzat navi o'sha 1996-yilda Ishmirzayev, Ergashev, Aliyev, Abdiyev va Taklar tomonidan mualliflar hisoblanadi hamda Malhot Ranovi bu o'sha Toshkent davlat agrar universiteti hamda Ruston davlat agrar universiteti hamkorlikda yaratilgan mualliflari ustoz Halima Tabayeva, Yurtxon Nurshayeva hamda Jumaxonovlar tomonidan yaratilgan bu 2015-yilda davlat reyestriga kiritilgan. tajribangizni o'zlarining maqulda qo'llanilgan inokulyantlar bor va qanday holatda qo'lladingiz? Yo'qmi, faqat holatlarmi? Rahmat savol uchun. Demak, tajribada uchta inokulyant qo'llanganman. Demak, Rezaline, Plantikanut, Rezavitak. Bu Rezaline inokulyanti bu suyuq holatda bo'ladi. Bu Ukrainani inokulyanti. Plantikanut bu o'sha Rossiya, bu quruq parashok holatda bo'ladi.
rezervet aksi bu Qozog'iston davlatining inokulyanti bu kamchilik ham qarashot sifatida bo'ladi. Men shu holatda foydalanaman. Hektariga o'sha 200 million. No'xat o'sha kasalliklarga qarshi kurash choralari ulardizmi, qo'llayapsizmi tajribalaringiz? Tadqiqotda no'xat o'sha kasalliklarga qarshi urug'larni ekishdan oldin urug'larga Maxim XL va Gikruzel Extra 36,2% preparatlar ishlov berildi. Keyin usul davri davomida titul duo bilan va Ridomil Gold preparatlar bilan ishlov berib borildi. Kuzatilgan. Nima uchun aynan Zarafshon vodiysi sharoitida shu biologiyasini takomillashtirish lozim deb hisoblayapsizmi? Endi Zarafshon vodiysi sharoitida ko'proq o'sha no'xat yetishtiradi. Mana yuqorida o'sha dissertatsiyada ham 62,158 gektar maydonga ekilsa, o'shandan 5,5 ming hektari Zarafshon vodiysi sharoitida yetishtiriladi. Ya'ni bu 10% ziyod o'sha Zarafshon vodiysi sharoitida yetishtirilgani uchun olingan. Endi bu yerda ham sug'oradigan ham lamkor yerlarda Shu beriklik ko'rsatkichlarda qaysilarda korrelyatsiya bog'liqliklar o'tganmiz? korrelyatsiya bog'liqlik bu yerda ekish muddati sxemasini oldik. Keyin sug'orish me'yori, o'tlash me'yori ekish muddati bilan bog'liq. Evet. Aman yok. Hiç olmaz. Köptenizde sorulmakta bulunduğunda. No'xatda hozir urug'larni ko'zlaylik deydi. Hozir o'zlashishda o'zimizga uni foydalanishda ko'zlayotganimiz shu hisoblanadi. Qancha sizga ikki vaqtimizda namlik qancha iqtisodiy qilindi deb o'ylaysiz? Sug'orishlar qancha hisoblandimi shu? Qancha suv iqtisod qilyapsiz? Sug'orish mana bu lavmikolikda o'tkazilganda sug'orish soni me'yorlar hisobga olinmagan. Lekin o'sha kuzda o'sha qishda erta bahorda ekilgan yog'ingarchilikdan unumli foydalangan. Keyingi o'sha sug'oriladigan yillarda ekib o'rganilgan tajribalarda albatta bu o'sha namlikdan unumli foydalanib sug'orish, umumiy sug'orish mavsumiy sug'orishda o'sha 1681 tekir kubni tashkil etgan yoki bir galda sug'orish 79 metr kub bo'lganda unumli foydalangan. Ikkinchi savol. No'xat asosan ikkinchi sifatda ekkaningizda no'xatda ekish muddatlari bilan ekish me'yorlari orasida oqsil sintezligi qanchalik farq bor? Oqsil sintezi ekish muddatlari, sug'orish me'yori, Instagramlarda qo'ygansiz. Shularga asosan qanday siz xulosa qilishingiz mumkin? Oqsil miqdori ta'siri sinteziga ta'siri. Rahmat. Har biriga alohida. Rahmat. Savol uchun. Endi oqsil bu o'sha oqsil moy o'sha hosil don sifat ko'rsatishdan biri hisoblanadi. Lavmikolikda yetishtirilgan o'sha tajribalarimizda faollarga yillarda yetishtirilgan nisbatan oqsil miqdori yuqori bo'lgan. Lekin faollarga yillarda olib borilganda sug'orish sonining ortishi, qo'llanilgan o'sha mineral o'g'itlarning me'yori bilan ta'minlanish bilan oqsil miqdori esa kamaygan. Sug'oriladigan maydonlarda hosildorlik yuqori bo'lyapti, larvaga nisbatan. Larva faqat hosildorlik bilan bog'liq holda 1 gektardan olinadigan oqsil miqdori yuqori. Shu. Aynan hosil bilan oqsil 1 gektardan. Endi ko'p yerlarda sug'oriladigan yerlarda suv berilganda ayniqsa erta bahorda, bahor oylarida, aprel oylarida suv miqdori oshib ketadi, asosiy so'z chalinadi.
Ofisiyel kasallik asosiy. Askerlik o'tkazdi. Siz shuncha mana shu bahorda 3 marta tushmar deyapsiz dalillarda. Kimlarga o'tlab qura olmaydi shunday shunaqa bo'lmaydi. Uzoq problem. O'tlab qura. Shular kasallik qilganini hech chiqmadimi? Tartiblar bo'lmadi. Rahmat savol uchun. Siz 3 yil oldin urug'larni kasalliklarga qarshi mana men yuqorida aytdim, davlat reyestriga kirilgan tavsiya etgan preparatlardan foydalandik. Masalan, Maxim XL, Ecruzev preparatlardan foydalandim. Hamda usul dori davomida mana Ridamul Gold, Tito Duo kabi preparatlar bilan qo'llab turildi. Hamda qator orasi ishlangan. Kasallik uchramadi. Tushunamadi. Xo'p, keyingi oxirgi savolim, ro'yxatdan keyin asosan boshqa qishloqlarda ikkilarga ma'lum bo'layapti. Dehqonlarimiz olmoq kerak, foyda olishadi. Ro'yxatda dalillar qoladi. Demak, ro'yxatdan o'sha asosiy tarbiyaviy ekinda yoki suvda ekkan suvda yoki isoboqada ekkan paytida ancha ildiz qoldiqlari, yana aktobakteriyalar qoladi. Shu bilan birga qanday aniq qoldiqlar, o'smir qoldiqlari qoldi. Chirindagi qanchalik yerda qaytaradi, shuni hisobladingizlarmi? Rahmat. Oldimizga vazifalarimiz bo'lib keltirilmagan, lekin ro'yxatda ekani o'zidan keyin 70-120 kilogramm azot qoldilar. O'zi o'zlashtirgan azotning 50-60%ni o'zi sarflaydi, qolganini tuproqqa 70-120 kilogramm. Keyin bu hozir shiryon mashg'ulot hammasi tartibda astrobakteriyalarni munosib qilmi? Bularning tuganak bakteriyalardagi ishlanma har xil. Muhammadga nima degan joyi bo'lgan yo'q. Yo'q. Tajribalar har yil har xil. Rahmet nasıl? Rahmat savol uchun. Albatta, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish muddatlarini bevosita belgilashda bir qancha usullari bordir. Birinchisi, o'simlikning fiziologik ko'rsatkichlariga ko'ra belgilanadi, ya'ni bankning so'lishiga, so'lishi bank hujayra shirasining konsentratsiyasiga bog'liq aniqlanadi. Keyin ikkinchisi, o'simlikning tashqi belgilariga ko'ra, albash barg plastikasi, yaproq rangi, to'g'roq holati yoki nima deydi, bosh boyasi o'sha gullash sur'atlariga hamda tuproq namligiga ko'ra aniqlanadi. O'zimizda tadqiqotlarda tuproq namligiga ko'ra aniqlanadi. Keyingi savol. Sug'orish rejimidagi savollar nimani bildiradi? Ya'ni 70-60 degansa foiz. 70-60%. Birinchi son bu gullashgacha, ikkinchisi bu gullash, tükkaklash, uchinchi son bu pishish. Ya'ni o'sha sug'orish olib tuproq namli cheklangan davlat namzodiga nisbatan tuproq namligini bildiradi. Keyingi savolim, donni sifat ko'rsatkichlarini qayerda va qaysi metod bo'yicha aniqladingiz? Rahmat savol uchun. Donning sifat ko'rsatkichlarini tajribalar yillar bo'yicha o'sha Samarqand veterinariya meditsinasi, Samarqand davlat veterinariya meditsina va biotexnologiya universiteti laboratoriyasida oqsil bu Kilder usulida moyisa ekstraksiya usulida, ya'ni 8 apparatda aniqladik. Hamda oxirgi tajribamiz Qozog'iston Milliy agrar universitetining laboratoriyasida. Keyingi savol. Tajribalarda begonotlar ham uchradimi? Agar uchragan bo'lsa, qanday kurash chorasiga olinadi? Begonotlar tajribalarda albatta uchradi, lekin bizlar ko'proq qo'lda chop qilib kultivatsiya qildik va qarshi tajribalarda begona o'tlarga qarshi mana Stomp, Gizagar, Strani, Zeta kabi o'sha preparatlardan foydalanadi. Oxirgi savol. Mana bozorlarda no'xat olamizda. Men o'zim ko'p no'xat olaman. Lekin ayrimlari olib kelib no'xat deganingizda qattiq bo'lib tushadi. Ayrimlari nazardan ketadi. Sabab nima deydi? Rahmat savol uchun. Endi no'xatda men yuqorida aytdim, no'xatda asketitos kasalligi tosh kasalligi deyiladi. Tosh moshina bu. No'xatda tosh kasalligi bu. Ana shu asketitos kasalligiga uchragandan keyin u qotib qoladi. Bu ovqat yegandan pishmaydi. Boyagi kasallik uchramadimi? Men tadqiqotlarimda kasallik uchramadi, lekin mana bu
ishlab chiqarish tajribalarida ishlagan firmalarda askiya kasallikka ko'p chalinadi. Demek o'sha yaxshi pishmagan no'xat demak abduzat Askiya churagan. Askiya churagan. Rahmat. Hoş geldiniz. Protest aziz. bir narsalarni belgitmoqchimanda sizda ikkita sharoitlar lalmi va savollarni kelganlar tekshirdi. Lalmi yerlar yoki lalmi tasavvur etmaganlar. Lamni sharoit degani bu to'g'rilanadigan yerlar ularni ko'raylar. Nima qiladilar? To'g'rilanadigan, to'g'rilanmaydigan yerlar ularni ko'raylar. Masalan, Britaniyada, Niderlandiyada, boshqada yoki Rossiyaning 90% joyida sug'orilmaydi. Hammasini lalmi deb bo'ladimi? Lalmini yetaloni bormi o'zi? Bu yerda lamni ko'raylarda endi yog'ingarchilik mo'dor bilan bog'liq, u yerda yog'ingarchilik yuqori. Aniqroq ayting. 180 millimetr yog'adi deb aytdingiz-da. Siz o'qitdingiz. 180 millimetr joyda no'xat yetishtirish yoki bug'doy yetishtirish mumkinmi, mumkin emasmi? Bu no'xat do'kon donliklariga no'xat eng qurg'oqchilikka chidamli o'simlik Yo'q, hisoblanadi. umumiy gapni gapirmayapman. 180 millimetr lalmi bo'laoladimi, bo'lolmaydimi? Shuni ayting. Bo'ladi. Menimcha 180 millimetr hattoki Toshkent viloyatida ham 180 millimetr emas. Mashhur aytmoqda. Mayli. Lamni ko'raylik Ikkinchi savol. Ikkinchi savol. Siz no'xatni umumiy sursga ehtiyojini, ya'ni transpiratsiya qanchaligini bilasizmi? Qancha u transpiratsiya umumiy suvga bo'lgan ehtiyoji? no'xat Nima degan transpiratsiya qanchaligini degan? to'q bo'lash 1 gram quruq modda uchun Bularda shu ispariyani, transpiratsiyani 1 aytadi. gram quruq modda quruq toza hosil uchun ketgan modda. Keyingi Qancha bitta bo'ladi shunda? transpiratsiya. Transpiratsiya Suvga ehtiyoj. Aradaganmisizlar, aradagan. O'zi tadqiqotlarimizni aniqlamagan, vazifada kiritilmagan. Mayli. Adabiyotlarda ishlaydi. Adabiyotlardan ko'rganmiz. Bir olti Adabiyotlarda ham bor. Yo'q, qo'yadi. Ko'rpayapti. Keyingisi. Sizlar siz ko'p joyda jadvalni hammasi ko'p terimda qilyapsiz. Kuzgi no'xat, bahorgi no'xat ekishdir. Biz ko'pincha kuzgi bug'doy, bahorgi bug'doy deyapmiz. Qaysi biri to'g'ri? Kuzgi no'xat degani to'g'rimi yoki kuzda ekilgan degani to'g'rimi? kuzda ekilgan degan to'g'ri. Bu yerda kuzgi va bahorgi degan narsa kuzda ekish va bahorda ekish. Demak, adabiyotlarda juda ko'p joylarda kuzgi bug'doy, bahorgi bug'doy, dialog xususiyatda kuzgi, bahorgi Neden degan terminlar bor. Kuzgi, bahorgi deganlar umuman adabiyotda o'smish asosida noto'g'ri aytiladigan bo'ldi. Kuzda ekish va bahorda ekish. Shuni Kuzda inobatga bahorgi oling. ekish deb ishlatmaymiz-da. Mayli. Ikkinchi narsa. Sizda ekinlarni bahorgi bug'doy yoki boshqa ko'p joylarda haligi garavayizatsiya davri degan terminlar ishlatilgan, tinim davri. Nima degani shu tinim davri yoki garavayizatsiya degani? Sizda qancha bo'ldi kuzgi bug'doyda? O'sha kuzgi no'xat. Bunday demak. Kuzgi no'xatda. Ustiga ekilgan no'xat No'xat yo'q. No'xat tashqi yo'q. Mayli. Shu kuzgi ekilgan no'xatda garavayizatsiya davri necha kun bo'ldi? Bu tajribalar bo'yicha har xil bo'ldi. O'sha tadqiqot olib borilganda 60 kundan Terminni bilasizmi? Garavayizatsiya degan nima degani? Tinim davri degani. tinim davri hisoblanadi. Qoidasi qanaqa? Yarimizatsiya davri bu o'sha no'xatdagi fiziologik jarayonlar, o'sha pastki sikllashadi. O'silishini aslida bilishingiz kerak. Garavayizatsiya davri nima degan qoidasini bilib oling. O'simliklar ekinlar muzdavri. Ya'ni rivojlanishni dastlabki padalarda nisbatan Sekinlash. past haroratda o'tkazilgan maqsad. Mayli. Nimaga bu savolni berdim deganda sizda kuzda ekilgan no'xatda garavayizatsiya davri 105 dan 120 kungacha bo'ldi-da, kuzda ekilganda. O'shani qanday izohlaysiz? 105 kun yoki 107 kun degani. Qanday nima qildingiz? O'shanda o'smirlar qanday bo'ldi? Garavayizatsiya davri qanday bo'ldi? Bu yerda biza o'sha kuzda ekilganda no'xat urug'lari erta bahorda unib chiqdi. Sababiki no'xat urug'i o'z vazniga nisbatan
150-160% suv kerak bo'ladi va 120 gradusgacha harorat olgandan keyin chiqadi. Uni chiqolmaydi. Bo'lgan holda kirosti Endi o'tgan safar seminarda ham shu gapni maqolada sizda 20-noyabrda ekilgan, kuzda ekilgan, 10 kunlik vaqt bor. Yoki fevralda 15-chi ekilganda bahorda ekilganda deb. Shunga sal aniqlik kiritishni nimasini maqlayapti-da. Ha. Bo'ldi. rahmat. Bu yerda asosiy bahorda ekilgan to'g'ri tavqim nuqtai nazardan fevral bu qishga kiradi. Lekin agronomik nuqtai nazardan yer yetiladi. O'sha 20-25 fevrallarda yer yetilib, bemalol o'sha dehqonchilik qilina boshlaydi. Keyingi yillarda global issiqlik bilamizki, dehqonchilik 10-15 kunga oldinga surilib ketdi. Tajriba natijalari yo'q. Professional bo'ladi. Hozir siz tajriba olib borgan yo'lingiz tezroq suvlar 15 kilometr keyin ishlab chiqarishda Paxtachi, Narpay, Kattaqo'rg'on, Xatirchi va Nurot tumanlariga olib borganingizda shu sxema ekish sxemasi bilan shu sug'orish bakoni. Bu yerda shu tezroq suvlar shunday joylashganmi? Endi bu yerda izohlarni chuqurligi har xil. Chunki men bu yerda avtoritaratda tajriba olib borilgan, daladagi suvlar keltirilgan, lekin ishlab chiqarish tajribalari o'sha Navoiy viloyati Narotlar masalan, To'g'ralariga keladi, Qo'shrabot tumani, Narpay, o'sha Paxtachi tumanlarida, Kattaqo'rg'on hamda Qazoron tumanlarida olib borilgan suvlari bunga nisbatan farqlar. Shu savolning davomi fazoga o'tda 25% hisob qilyapsiz, to'g'rimi? Shu nimaga nisbatan, shu no'xatga nisbatan, boshqa iklimga nisbatan. Misol, no'xatga agar nima qilsa 45 kiloni tavsiya qilyapsiz. Agar 25 kiloni bo'lsa, bu 30 kilo, 1 kilo nimaga nisbatan aytyapsiz? Bu no'xat ekiniga nisbatan olinyapti. Chunki no'xat ekini ildizda tuganak bakteriyalar mavjud. Bu o'sha havoda erkin azotdan o'ziga o'zlashtirib, tuproqda demak biologik azot to'playdi. Keyingi to'g'rimi? Keyin shu no'xat ekilganda o'zi o'zlashtiradi, qolganini tuproqda qoldiradi. Olib o'zlashtirgan o'simlik azotning 60-70%ni o'simlik o'zi o'zlashtiradi, qolganini tuproqda qoldiradi. 25. Ha. Mana hozir professor Amanov bilan ko'rishmasga savol berdi. O'zi ham ko'p talab qiladi, to'g'rimi? Keyin ko'p aytib bo'lashda ham don to'ldirish paytida suv ko'p talab. 2-3 marta sug'organsiz. Bunda shu 2-3 marta sug'orish qaysi foydasi bo'lgan? Misol tajribangizda ishlab chiqarishlar bir xil bo'ldimi? 3 marta sug'ordingmi? Bu sug'orishda biza 0.2-1 sxemada sug'oramiz. Necha? 0.2-1. Demak, bullash mana keyingi savol bo'ldi. Sizda yozlarda unib chiqishi uchun bizda tuproq temperaturasining ichida bo'lishi kerak, yozda necha bo'lishi kerak? Kuzda biza tuproq harorati biza 4-6 bo'ldi. Unib chiqishi bu 7-8 bo'ladi. 7-8 tuproq harorati bo'lishi kerak. Bu 80-120 gradus bo'lgandan keyin chiqadi. Necha kun cho'zildi? Videoda bizda kuzda ekilgandan keyin 90-100 kungacha cho'ziladi. Faqat Bahordachi? bahorda 14-15 kungacha. 14 tajriba yillar bo'yicha 14 dan 20 kungacha. Keyin shu joyda buni chiqishi hisoblanmasa, foizda 89-90% chiqqan bo'lsa, bizda qanday bo'ldi yozuvlar?
Bahorda ekilganda unumchanlik yuqori bo'ldi, kuzda ekilganda bahorgiga nisbatan 8-10% unumchanlik. Yana bormi savollar? Yetarli yo'q. Bo'lmasa Zoom'dagilar. Mumkinmi? Aytsangiz, bitta savollarim. Ahmedov, marhamat. Avvalo, assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Ishlayapti, yaxshi ishlayapti. Birinchi savolim, no'xat agrotexnikasi bo'yicha ko'plab ish qilingan. Mavzuda yozilyapti. No'xat yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish. Qaysi texnologiyalar takomillashtirildi? Rahmat savol uchun ustoz. Bu yerda ekish muddatlari, ekish sxemalari, sug'orish tartibi, mineral o'g'itlar hamda inokulyantlar o'zaro ta'siri o'rganildi, buni takomillashtirish. Birgalikda. Ekish muddatlari bular bo'yicha ko'plab ish qilingan. Keyingi savolim. Mana inokulyatsiya qilganingizdan keyin aytyapsizki, o'sish rivojlanishi o'simlikda yaxshilandi deyapsiz. O'zi inokulyantlarda vazifasi nimadan iborat? Boyagi ildiziy tuganaklarni ko'paytirishgami yoki o'sish rivojlanishini sozlashgami? Rahmat savol uchun. Bu inokulyantlar o'zi bu ko'proq tuganaklar hosil qilishga xizmat qiladi. Bu havodagi erkin azotni o'zlashtirib, fiksatsiya qilib o'simlikni o'zlashadi. Keyin o'simlikni o'sish rivojlanishi rostlanib ketadi. U nima stimulyator rolini ishlaydimi? O'simlikni tuganak bakteriyalarni sonini ko'paytiradi, keyingi azotga fiksatsiya qilib beradi. Tushunarli. Keyingi savolim. Mana 66 bir sxemada kuzda hosildorlik yuqori bo'lgan. Erta bahorda 60-91 da. Sababi nimada? Nima hisobiga? Hosildorlik kuzda 66-1 da ko'p bo'lgan, bahorda 69-1 da. Kuzda 61 sxemada bu ko'chat soni bilan bog'liq, tub soni bilan bog'liq qoldi kechga. Bahorda esa 69-1 sxemada ekilgan, 66-1 sxemada esa demak hosil elementlari bunga nisbatan past bo'lganligida. Unda bahorda ko'chat hisobiga hosildorlik yuqori bo'lganda, unda shunaqa bo'ladimi? Bahorda. Yo'q, bahorda hosil elementlarining shakllanishi hisobiga. Ko'chat ham qalin bo'lyapti, 66-9 bo'lyapti, 60 ga 9-1 bo'lyapti. 60 ga 9-1. Maqbul ekanligini. Ko'chat hisobiga hosildorlik yuqori bo'lyapti. Menda boshqa savol yo'q. Rahmat javob aka. Yana Zoom'da bormi savollar? Ruxsat etsangiz, bitta savol bersak. Alisher aka, marhamat. Rahmat. Bu yerda hozir ko'pchilik mana shu sug'orish bo'yicha savollar berdi. Men ham shundan boshlasam dedim, Zarif domla. Mana avtoreferatingizda ham, dissertatsiyada ham, hozir prezentatsiyada ham ko'rsatib o'tdingiz. No'xat polvon avtoreferatda bu polvon navining hosildorligi sug'orish tartibi o'zi nima u? Rahmat ustoz savol uchun. Demak, sug'orish tartibi deganda bu o'sha qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish rejimi deyilganda ma'lum bir aniq bir joyning o'sha iqlim ko'proq gidrologik o'sha sharoitini yetishtirayotgan ekinning biologik xususiyatlari va rivojlanish fazalarini hisobga olgan holda sug'orish sonini aniqlash, sug'orish me'yorlari va muddatlarini belgilash tushuniladi. Xo'sh, sug'orish me'yorlari qanday va qanday uni aniqladingiz siz o'zingizning tajribalaringizda?
sug'orish me'yorini biza suvni bu chipolet To'plab turing. chipoletli suv o'lchash asbobida o'lchadi, lekin sug'orish me'yorida o'zining formulasi bor. Masalan, sug'orish me'yori netda bu 100 ko'paytirilgan h ko'paytirilgan d ko'paytirilgan o'sha qovuscha venisi ayiramiz v hisob keyin plus k borda. Endi bu yerda bu h bu hisobiy qatlam hisobga olinadi. Tuproq d bu yerda o'sha tuproqning hajm og'irligi gram santimetr kubda hisoblanadi. Bu hisob esa o'sha sug'orishdan oldin tuproq namligi og'irlikka nisbatan keyin tuproqning venis bor, bu tuproqning dala nam sig'imi bu foizda foydalanadi. Bu k esa sug'orish vaqtida bug'lanishga sarflanib ketgan suv aksariyat bu 5-10% tashkil etadi. Shu formula asosida. Sug'orish me'yori Qancha tashkil etdi me'yorida shu tajribalaringizda? 708 sug'orish. 700-800 nima? Bir galgi Metr sug'orish kubmi yo nima? bir galgi sug'orish 709 metr kub bo'ldi-da. Tajribamiz. Xo'sh, navbatdagi savolimda mana siz dissertatsiyangizda Zarafshon vodiysi sharoitida no'xat yetishtirish texnologiyani takomillashtirish, to'g'rimi? Hozir mendan oldingi Azzaka savol berganda, ya'ni menimcha Zarafshon vodiysi Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarining ayrim tumanlari kiradi dedik, ha? To'g'rimi? Ha, Samarqand, Navoiy va Buxoroning Biza Samarqand Zarafshon vodiysimi yo Vahosimi? Zarafshon vodiysi. Azdaka Vaho dedi, siz vodiy dedingiz. Qaysi to'g'ri? Zarafshon vodiysi. To'g'ri, vodiysi. Vaho bilan vodiyni farqiga borasizmi? Yo'q, bu Zarafshon endi bu Zarafshon daryosi suv nima? Suvda foydalanib suv o'chadigan Zarafshon vodiysi hisoblanadi. Yo, Ko'pgina vodiy bilan Vahoni farqi bormi? Shuni bilasizmi, yo'qmi? farqi bor. Bilsangiz bilaman, bilmasangiz yo'q deng. O'sha dissertatsiya mavzusini tasdiqlatganda bu vodiy Vaho so'zlaridan ko'proq fikrlashganman. Mana ustoz Halilov bilan birgalikda albatta bu yerda o'sha ko'proq o'sha vodiy sifatida e'tirof etgan. Tushunarli vodiy. Vaho nima? Misol uchun Vaho cho'l va yarim cho'llarni o'zlashtirgan yerlarni Vaho deydi menimcha, to'g'rimi? Vodiy. Ha, mayli, unga qo'yaylik. Umuman mana shu Zarafshon vodiysi hududida qancha maydonda no'xat yetishtiriladi? Rahmat. Demak, men yuqorida aytdim, respublikamizda 62.158 gektar yetishtirsa, bu Zarafshon vodiysi sharoitida 10% dan ziyod. Ya'ni o'sha Zarafshon vodiysida qishloq xo'jaligi vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, demak, bu hududda 8.548 ming tonna. 1000 gektar. 8.548 Gektar, ha? Ha, 1000 gektar. Tonnami, gektarmi? 1000 gektar. 1000 gektar. Aha. Endi mana bu seminarda juda ko'p bahsga, Bahrom aka ham shunga juda ko'p haligilar bildirgandilar. Fotosintez mahsuldorlik jadvalingiz bormi prezentatsiyada? Bor. Dissertatsiyada keltirilgan Mana shu ma'lumotlar seminarda shu masalada juda ko'p bahslashuv bo'ldi. Fotosintez hisob mahsuldorligi jadval dissertatsiyada keltirildi, taqdimotda keltirildi. Yo'q, prezentatsiya keltirsangiz shu umuman fotosintez mahsuldorligini qanday aniqladingiz? Mana seminarda ham shu savol beriluvdi. Qanday qilib shuni siz o'simlikshunoslikdan himoya qilyapsiz? Bilasizmi, yo'qmi? Fotosintez mahsuldorligini Lichbarov usulida aniqladik. Ya'ni o'sha fotosintez tadqiqotlarda fotosintez hisob mahsuldorligi barg yuzasi indeksi va quruq modda to'plash dinamika asosida hisoblab chiqildi. Uning o'zining formulasi bor.
masalan fotosintez soqmoq. Xo'sh, mayli, bilarkansiz. Qanchaga teng bo'ldi? O'rtacha fotosintez mahsuldorlik. Endi rivojlanish Faqat fazalari, e, tadqiqotda rivojlanish fazalari bo'yicha e, tadqiqotlarda har xil bo'ldi. Demak, 7 o'rtachasi. 5 dan 7 gacha bo'ldi. Bu gullash, dukkalash fazasi yuqori. Mana shuni yana bir ko'rib chiqish kerak degandikda, endi Bahrom aka o'tgan safar ham shunga anchalik tortishuv bo'luvdi-da, 7 gacha, hatto bug'doyniki ham boshqaniki ham uncha mayli. Yana oxirgi savolim. Boyda Baxtiyor aka ham berdi. Kasalliklar uchramadi dedingiz. Qanday begona o't, hasharotlar va ularga qarshi qanday kurash olib bordingiz no'xatda? Begona o'tlarga qarshi kultivatsiya chopa qilindi. Mana tajribalarda, bu ishlab chiqarish tajribalarida mana Gizakart, o'sha reyestrga kiritilgan Gizakart bor, Zeta bor, Stom bor, Kilidodin kabi preparatlar bor, o'shani qo'ydilar. Katta Bo'pti, boshqa savolim yo'q. Rahmat. Rahmat. Savol bersak bo'ladimi, rais? Marhamat. Nasir Xalilov, professor. Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari. Zarif aka, bu inokulyantlarda o'rgangansizda, umuman dukkakli ekinlarda ildizida, tuganaklarda hosil bo'lishi, ularda me'yorida ishlab azot to'plash jarayoniga namlik, fosforli kaliyli o'g'itlar, tuproqning muhiti, ya'ni kislotali yoki ishqorligi, neytralligi, mana shu harorat katta ta'sir ko'rsatadi. Mana shu omillarni bir o'rganib ko'rdingizmi? Necha foizdan tuproqdagi cheklangan dala nam sig'imi pasayganda tuganaklar ishlamay qo'yadi yoki shundan oshganda tuganaklarda hosil bo'lishi tezlashadi. Farq borda, mana bu chegara. Umuman olganda nima uchun lalimida tuganaklar ishlamay qo'yadi? Sababi lalimida nam yetishmaydi. Faoliyatlarini to'xtatadi. Ular anabiyoz holga o'tib, nam bo'lishi bilan yana erib, yana ishlashni boshlashi mumkin, lekin bu qiyin jarayon. Lalim sharoit tavosib ketadi keyin. Harorat, fosfor, kaliy, mikroelementlar bilan bor bilan molibden. Mana shularni inokulyantlarda o'rganish vaqti ularda hosil bo'lishiga, kattaligiga, shakllanishiga ta'sirlari o'rganildimi? Endi bu doktorskiy ish. Albatta o'rganiladi, ustoz. Tajribada o'sha sug'orish soni, me'yori, yana sug'orish rejimi, azotli o'g'itlar me'yori, demak, azot 45 kilogrammgacha qo'llaganimizda ildizda to'plangan inokulyantlar miqdori yaxshilandi. Keyingi azotli o'g'itdan oshishi bu inokulyantlarni qo'llanishga salbiy ta'sir qildi. Bu birinchi. Ikkinchi tuproq o'zi, siz yuqorida aytdingiz, havo harorati 22 gradusdan oshgandan keyin tuganak bakteriyalar faoliyati to'xtaydi, ishlamay. Tuproqdagi haroratmi? Havo harorati. Qanday bildingiz uni faoliyat to'xtaganini? Demak, bu o'zi tuganak bakteriya ishlayaptimi, ishlamayaptimi degan savol tug'iladi, to'g'ri. Buni o'zi aslida tuganak bakteriyalarni kesib ko'rilganda rangiga qarab aniqlanadi. Qizg'ish, to'q qizil qizg'ish bo'lsa, bu ishlayotgan bo'ladi. 22 gradusdan harorat oshganda uni rangi birdan yo'qolib qoldimi? Tuganaklar ichida. Rang o'zgarib qoladi, ustoz. Rang o'zgarib, bu o'sha rang o'zgarib o'zi. Yaxshi. Mayli, bo'ldi. Rahmat. Rahmat, katta rahmat sizga. Yana bormi savollar? Kimlardir qo'yimcha savollar qo'yadigan Marhamat. Shu boyagi jadval bo'yicha nima?
hozir men nimada bor ekan shu mingbonadan vazir bo'yicha man topdim keyin nimani shu boyagi ko'klar soni keyin o'shaligi don soni bo'yicha ham mana o'simliklar soni 350 ta bo'lyapti-da. Ko'klar soni 16.4 bo'lyapti. Don soni 2.5. Bu birinchi nazoratda mavjud o'tiraman. Keyin sizlarga eng boyagi zo'r nima sxemada o'simliklar soni 97 ta bo'lyapti. Ko'klar soni 28 bo'lyapti. Bundan keyin don soni 26.7 bo'lyapti. Va hosildorlik 10 servis bo'lyapti. 1000 donadan vazn 310, nimada birinchi nazoratda nimasi 322 1000 donadan vazn. Endi mana shu yerda mana bu 8 bilan 10 servis chiqmayapti. Ko'rasizlar. Qaysisini asosga olishga odam tushunmaydi. Nimaga deganda o'simliklar soni 2,5 barobar bu. 2,5 barobar. Ko'klar soni 1,5 barobar. Nima? Sizlar berayotgan eng yaxshi variant. Keyin don soni bu ham shu. Shu atrofda. Keyin 1000 donadan vazni mana 310 sizlarni kontrol nazoratlaringiz bu 322 nima? Tajriba. Asosiy bular tavsiya etiladi. Shundan kelib chiqib, mana hosildorlik bu yerda 10 servis bo'ladi. Bor yo'g'i 1 servis 200 nima? Biri onda 2 biri 120 kilo farq qiladi. Nimaga bunday bo'ladi? Bu yerda oziqlanish maydoni. Oziqlanish maydoni. Biz mana nima bo'yicha gaplashyapmiz? Bu yerda oziqlanish maydoni yo'q. Bu yerda sonlar bo'yicha gaplashyapmiz. Arifmetika bu. Bu yerda hosil elementlari Qaysi son? dubga bir ustundagi dubga soni, bitta ustundagi donor soni, mingtadan massasi x qimasi oshgan sari bu hosil elementlar ko'payadi. Kishi ko'payadi. Shuni hisob. Lekin hosil bu yerda bu 235 ta o'simlik turibdi sizlar. Bunda esa mingtadan massasi Qancha? O'simliklar soni sizlar berayotgan variantga nisbatan 2,5 barobar. 1000 donadan vazni o'rtasida bor yo'g'i 12 gram farq qilyapti. Keyin mana nimasi bo'yicha, don soni bo'yicha. Don soni bo'yicha 12.5. Aslarda 20. Berayotgan variantlar. bu yerda turkaklar soni, donlar soni bu yerda men biz tavsiya etayotganda Yo'q, biz boshqa narsani aytamiz. bu turkak va Yo'q, nimaga? Masalan, hosildorlik bor yo'g'i bu yerda Bu siz savolni tushunmayapsiz. Konkret yozgan konuştuk oldu. mana. Evet. O'simliklar soni 2,5 barobar. Nazorat variantida. Shunday deb boshla. O'simliklar soni nazoratda 235. 235 değil mi? Nimada bular berayotgan o'rta eng yuqori variantda ki 3-chi variantda 97. Qarang, o'rtada farq qancha? 2,5 bor. Hosildorlikka qarang, unda masalan 235 ta bor yo'g'i 8 servis hosil qilyapti, 8 nimada 18. Nima degan xulosa chiqaryapman? Bu yerda biznes bilan ochiq ketgan bu yer nimalar hosil unsurlari bilan hisoblaganimizda sizlar berayotgan mana 8 bilan 10 servis hosil chiqmayapti. Asosiy savol shu, nimaga chiqmaydi? Bo'lmasa sizlarchi? O'zlaricha ham gapirishdi. Eshitib o'tirgan. Jiddiy narsa bor. bu yer